Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotiladigan uyimiz bir plan hovli joy 420 kvadrat metr. Hozir belni lekin bog'cha qilib qo'yibdilar. Olib shu bog'cha hisobi foydalansangiz bo'ladi ekan. Bu yoqda yana Raycenter bozor doğrumuzda, bu yon taraf Parnik ko'cha, Shavat yo'li Parnik. Bu garaj qismi bo'ladi. Uyni bir yandan görüp boraveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Girgan joyimiz bu yerda qacholi turibdi. Uzun ishini da'lan joylashgan ko'rib turganlaringizdan. To'g'ri o'tsak, bu yerda oshxonasi, kuxnya. Mebellar qo'yilgan, gaz plita o'chishkalar bor. Bir samozyol ogu bor ekan bu yerda. Pazarning xota tarafi qaragan. Tak. Birinden bir katta xona var. Hazır benim görsatib o'tali. Yine balla yotoqxona satib qo'yibdilar bu yerni. Mahallaning içinde bir katta mahalla. Bog'cha bir yarim bor. Bu собственный bog'cha olsangizlar, onu tadbirkorchilik etib ish boshlaversangizlar bo'laveradi. Bir plan 420 kvadrat metr. Hem o'zini qoldiradi. Bog'cha uchun o kerak bo'lsa, bu yana kiyim qo'yadigan shapqari. Bu yerda yana ishning bir xonasi bor. Hamma oynalarimiz pazarning xot tarafiga qaragan. Hamsi eshik, bundan yine bu kiyim qo'yadigan polkali. Balonda yana shu balla yotadigan kravatlar. Birinden bir katta zali bor. Bir yerda balla o'tirib, resim chizib tayyorlanadigan yer. Kichkina bolalar uchun hamma tayyor berdi. Tabii doskalar ham qo'yibdilar, yozish, chizish, o'qish hammani o'rgatsa kerak dedi. Bu yanımda kichkina bolalar uchun samozyollar qo'yibdilar. Bak uylar kichkina, mitazlar kichkina. Bu yerda plus yana bir katyolu var ekan buni. Bu yanında yana bir katta zal joyi bor. Bu yerda shu bolalar o'qib o'rganish uchun hamma muhayya televizorlar ham bor. Issiqqina bo'lib turibdi, otaplaniya o'tgan. Jajji bolajonlar uchun. Birinde yine shunday xuddi bu yerda dushovoy bor, kichkina unitazlar, rakovinalar qo'yilgan. Tak, bog' tarafında bolalar o'ynaydigan maydoncha ham bor ekan. Men ko'rib turganlaringizdan bog'am keng mo'l qolgan. Bolalar o'ynash uchun sharoitlar bor, xudo xolasa. Bu yandan pazarning xod taraf chiqish eshik qo'yilgan. Kladovkalari bor. Hurmatli obunachilar, bu rolikimiz qiziq bo'lsa, o'z donishlaringizni tezroq tarqatib qo'yinglar. Shunday narsa qarab qidirib yurgan odam bo'lsa, xudo xolasa baraka qilib olaveradilar. Shunday xizmatlarimiz kim ham kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşünce sağ olun.